Bugungi suhbatimiz taqdir psixologiyasiga bag'ishlanadi. Taqdir tushunchasi hamma uchun turlicha ma'no mazmunga ega. Ammo uning asl mohiyati, asl mazmuni shundan iboratki, taqdir arabcha so'zdan olingan bo'lib, oldindan belgilangan hayot yo'lini anglatadi. Nafaqat bugungi kunda, tarixdan taqdir, qismat masalalariga qiziqish juda katta bo'lgan va bu borada turli xil qarashlar, g'oyalar shakllangan. Jumladan, psixologiyada taqdir psixologiyasi degan soha ham mavjud. Bu insonning ong osti ssenariyalari, irsiyat va hayot tanlovining hayot voqealariga ta'sirini o'rganadigan alohida soha hisoblanadi. Taqdir psixologiyasining asosiy jihatlariga inson hayotini tahlil qilish orqali o'sha hayotida bo'layotgan narsa, voqea, hodisa jarayonlariga nisbatan munosabatni anglatadi. O'sha taqdirga munosabatiga ko'ra insonlarni ikki xil toifaga ajratishimiz mumkin. Jumladan, birinchi toifadagi insonlar hayotida bo'layotgan barcha voqea, hodisalarni Allohning irodasi bilan bog'laydi. Ya'ni peshonamga, taqdirimga yozilgan ekan, shu qismat bitilgan ekan deb qaraydi. Ikkinchi toifadagi insonlar uchun esa inson o'z harakatlari bilan o'zining taqdirini yaratadi deb qaraladi. Darhaqiqat, har ikkala mulohaza ham munozarali hisoblanadi. Sizning munosabatingiz qanday bu masalaga? Men o'ylaymanki, haqiqatdan ham o'sha birinchi holatga oladigan bo'lsak, befarq munosabatda bo'ladigan bo'lsak, buning oqibati tubanlikka olib keladi. Aksincha, hayotimizni qadrlash, uning chiroyli, mazmunli bo'lishi uchun qiladigan har bir harakatlarimiz hayotimizni yanada ravshan, yorqin qilishga xizmat qiladi.